Assalamu alaykum, tordagi barliq roman anglag'uvchi do'stlar. Biz Abdumit Xo'ja Abdulla Qaraqash yozgan Zulmatlik tuproq romanini o'qishni davomlashtiramiz. Oldingi qitimda Podshohxonlarning Turklar ittifoqi deb bir tashkilot qurganligi, shu tashkilot nomidan gazet jurnal chiqarib, butun yezi qishloqlargacha tarqatganligi, bu gazetning unimining nihoyat yaxshi bo'lganligini o'qib o'tgan edik. Endi davomini o'qiymiz. Ko'zni yumib ochqicha oradan 2 yil o'tdi. Bu jarayonda Turklar ittifoqi Turkmanistonning mustaqilligi uchun nurg'un harakatlarni ilib bordi. Bu tashkilot Turkmaniston ozodlik harakatining boshlamchi ko'znak tashkiloti bo'lish sifati bilan tashviqot varaqi tarqitish, qarorlik gazet chiqarish ishlarini qat'iy to'xtatmadi. Ruslarga qarshi har qanday kallasi joyida bir odam Turklar ittifoqining harakatini qo'lidan kelishicha qo'lladi. Bu tashkilotning to'plagan boyligi azaldan mo'l bo'lg'achqa, tashkilot parda orqasida o'zining kimligini bildirmasdan Ruslarga qarshi harakat qilguvchilarni iqtisodiy jihatdan zo'r yordam bilan ta'minladi. Shuning bilan tashkilotning har qaysi rayonlardagi harakati va inovati borgan sari zo'rayishga boshladi. Türkler ittifoqining a'zo taraqqiy qildirishdagi birdan-bir aloyligi, tashkilot a'zolari o'ziga bosh bo'lg'uchining kimligini bilolmaydi. Navoda bu tashkilotning a'zosi yana bir a'zo qabul qilmoqchi bo'lsa, tashkilotning tuzumiga asosan tashkilotga kirmoqchi bo'lgan odamning tegi-takti yaxshi surishtirilgandan keyin, a'zo qabul qilg'uchi o'zining salohiyatini yushirgan asosda uningga yangi vazifa topshiradi. Yoki uning harakatiga yetakchilik qiladi. Andın onun vazifini o'rindash ahvoliga asosan uning a'zolik salohiyatini bekitadi. Yangi a'zolarning yarim yilgacha a'zo qabul qilish salohiyati bo'lmaydi. Tashkilotning rasmiy a'zosi eng ko'p bo'lganda 3 dan 5 ga qadar a'zo taraqqiy qildira oladi. Mana mushundaq kona a'zolar faqat o'zining yetishtirgan a'zosini biladigan, lekin a'zolarning yangi yetishtirgan a'zolarini bilmaydigan, bir a'zo o'zining xizmatlariga yetakchilik qilayotgan mas'ulining kimligini bilmaydigan, alohida qoida tuzum ostida tashkilotning mukammalligi borgan sari oshdi. Hukumat taraf Turklar ittifoqining ustidan hech qanday yip uchiga erisha olmadi. Bu tashkilotning yana bir aloyligi shuki, tashkilot a'zosi aldirab qabul qilinmaydi. A'zo qabul qilingandan keyin navoda bu a'zo vazifa o'rindash jarayonida saqchilarning qo'liga tushib qilibmi maxfiyatlikni oshkorlamagan bo'lsa, uzun muddatli kesilib ketgan bo'lsa, Ruslar tarafidan o'limga hukm qilingan bo'lsa, vazifa o'rindash jarayonida kutilmagan hodisaga uchrab qurbon bo'lgan bo'lsa va yoki og'ir meyib bo'lib qolgan bo'lsa, Turklar ittifoqi tarafidan bundaq tashkilot a'zolarining oila tavobatlariga zo'r summadagi nafiqa puli beriladi. Tashkilot a'zolari yuqori topshirgan vazifani jon-dil bilan o'rinlaydi. Tutilib qolganlarmi Alloh yo'lida shahid bo'lish sharifi uchun iymon, vijdoni bilan qarshilik ko'rsatdi. Tayoq to'qmoqqa ulishga rozi ediki, munofiq, xoin bo'lib yashashni xohlamaydi. Albatta bu xil nafiqaning hamma qismini butunlay tashkilot o'z ustiga ilib bo'lolmaydi. Buningga nisbatan Turklar ittifoqi mundaq chora qo'llangan edi. Ya'ni bundaq o'lib ketguchilar yoki kesilib ketguchilarning yurtidagi katta boy va o'rta darajadagi boylarning mol dunyosining oz ko'pligiga asosan muvofiq nisbatda iona to'playdi. Başta az sondagi boylar bu xil nafiqa yig'ishni intayin qo'lladi. Ular nazarida dinsizlarning boshqarishidan qutulib, vatan mustaqilligini qo'lga keltirish har bir musulmonning qechib bo'lmaydigan burchi. Hurlik, erkinlik uchun Alloh yo'lida jang qilguvchilar bizning eng mukammal musulmonlarimizdir. Alloh uchun jinini pido qilganlarning oldida bizning chiqargan bu pulimiz hech nimaga arzimaydi. Shuning uchun biz chuqum ularning oila tavobatlarini o'zimizning bir tuqqan qarindishining o'rnida ko'rib, ulardan xabar olishimiz kerak deb o'ylaydi. Aksicha ko'p sondagi yurt kattalari bizning bu kunga qilishimizning hammasi lavhul mahbuzga mushundaq bitilganlikdan bo'lgan. Taqdirsiz qil tavrimas. Bizning mushundaq bo'lishimizning hammasi ulug' Alloh tarafidan bo'lgan. Podshohning amriga bo'ysunmoq vojib. Kuchi yetmaydigan ishlarga sabr qilmoq kerak. Alloh sabr qilg'uvchilar bilan billa. Ular o'zlarining oila a'zolarining qandoq kunga qoldiganligini o'ylashmagan yerda biz ularning g'amini yeb bo'la olamdik deb iona topshirishdan bosh tortishadi.
Bir qitim ma'lum bir nahiyaning yiroq bir bozorida saqchilar rus savdogar bilan jidallashib qolgan bir bovayni so'roq qilish jarayonida urib o'ldirib qo'ydi. Bovayning farzandlari odatdan tashqari yuvosh odamlardan bo'lg'achqa, yurtdagi cho'nglarning so'zini anglab buni qazoyi qadar deb ko'rdi. Lekin bu bovayning cho'ng navrisi Türkler ittifoqining a'zosi bo'lib, u bu nohaqchilikni ko'tarolmay bovisining qisosini olish uchun o'zining mas'uli bilan jiddiy ko'rishib, bu to'g'riliq yo'l yo'riq olmoqchi bo'ldi. Chunki tashkilotning tuzumida har qanday tashkilot a'zosi o'z oldiga harakat qilishga bo'lmaydi. Tashkilot a'zolari o'zidan yuqoridagilarni jiddiy izlamoqchi bo'lsa, boshda ko'rishish usullarini deyishib oladi. Uyning oldiga bir narsa qachilangan tag'ardek narsalarni qo'yib qo'yatdi yoki uyning oldidagi daraxtga qizil raqdek bir nimalarni bog'lab qo'yatdi. Navoda jiddiy ko'rishmoqchi bo'lsa, turishliq bozorliq tashviqot ishxonasidagi radio punktiga chiqib, ozroq haq to'lash orqali uydagi bir chorvasining yutib ketganligini cho'ng kanayda e'lon qildiratdi. Mushuningga asosan tashkilotning yuqori qatlamidagi a'zo darhol o'zining qo'l ostidagi a'zo bilan aloqalashadi. Odatdagi kichikroq harakatlarga tashkilotning shu viloyatdagi turishliq bosh a'zosi, ya'ni Podshohxonning yigitlari qaror chiqaradi. Bu qitim tashkilot a'zosi Shir Muhammadning kuchlik talabiga asosan, uning bovisining o'chini ilish taklifi tashkilot tarafidan ma'qullandi. Shuning bilan qor yaqqan bir oqshimi Shir Muhammad ayoli va ikki bolasini uxlab qolganda uydan maxfiy chiqib, bozorliq saqchixona tarafga yo'l oldi. Bu qitimqi o'ch ilish planini tashkilot tuzib bergan bo'lib, Shir Muhammad yolg'iz harakat qilishi kerak edi. Shir Muhammad plan bo'yicha tun yerimdan oshganda, bozorliq saqchixonaning orqa temidan ortilib tushib, dejurni qilayotgan ishxonaning keyni tarafiga o'tdi. Ishxonada ikki turkman, biri rus bo'lib jami 3 saqchi mashka kumbini rosa chingdab qo'yib, laydek uxlab ketgan edi. Kömür birer saatlerden keyin kuyib pasiyishga boshlaganda, Shir Muhammad harakatning qadam bosqichiga asosan avval ishxonaning keyindagi derazadan chiqarilgan mashning koniyiga bir oz lata putini tiqdi. Mashdan oz-to'la isinishga boshladi. Bu chog'da saqchilar kömür cho'g'idan chiqqan zaharlik gazdan qisman zaharlanishga boshlab, ig'ir uyquga g'arq bo'layotdi. Yana yarim soatlardan keyin tok simi ambur bilan kesib tashlanib, kanayning eg'izi to'liq etildi. Bu vaqtda 3 nafar saqchi gazdan rasmiy zaharlanib, hushidan ketishga boshladi. Biri jon halqunmida o'rnidan daldangshib turib beqib, qorong'uda eshikni silab tepib bo'lguncha yerga yiqilib o'rnidan turolmadi. Qolgan ikkisi bo'lsa butunlay hushidan ketib bo'lgan edi. Shir Muhammad tamning keynida tongning so'zlashini kutib turib, ikkinchi azon o'qilganda derazaning aynigini chiqib, dejurni qildigan ishxonaga sakrab tushdi. U burnini ho'llunga bilan to'sib turib, qo'l chiroq bilan ularning yenini oqtirib, 3 dona tapancha bilan 30 pay o'qni g'animat olgandan keyin bu dejurnik ishxonasi bilan yon tarafdagi 6 ig'iz xizmat ishxonasiga benzin chechib o't qo'yib, ondan bu yerdan ayrildi. Әдісі әттігенде сақчылар ішқа келгенде, сақчықаның бүтілей күйіп күл болып, қараба ішіде 3 canның қарай көмір болып кеткенлігini көрді. Олар bu işini təhlil qilib, gumanlıq adamlarını tekşürüp baxmaqçı bo'lib, münasibətlik adamlarını tutub durub tekşürüşke başladı. Muşu münasibət bilan Shir Muhammadning uyiga 4 nafar saqchi kichik mashina bilan yetib keldi. Aslida Shir Muhammad u kunki o't qo'yish ishini bilmaydiganligini aytib turib olgan bo'lsa, saqchilar uni qo'yib etdi. Chunki saqchilar bu ishni muntizim tarbiya ko'rgan kishilar qilgan bo'lishi mumkin deb Shir Muhammadning qo'lidan kelishini o'ylabmi qo'ymagan edi. Lekin Shir Muhammad saqchilar men ishkanligimni bilib olibdi deb o'ylab, hovlisiga kirgan saqchilarga o'lja olgan tapanchasi bilan avval qo'l soldi. Bir saqchi naq maydonda o'ldi, yana biri og'ir yaralandi. Uning tunji qidim tapancha ishiltishi bo'lg'achqa, uning ustiga texnikasining yaxshi bo'lmasligidan saqchilarning yana biri uni itib tashladi. Shunda qilib bu o'g'lan buvisining qisosini ilish yo'lida boturlarcha shahid bo'ldi.
Türkler ittifoqi bu yigitning oila tavobatlariga beriladigan nafiqining oz bir qismini o'zining moliyasidan ajratib, qolganini qoida bo'yicha bu yurtdagi boylardan yig'moqchi bo'ldi-da, yurt boylarini maxfiy safarbar qildi. Ko'p sondagi boylar o'zining atig'ini berdi, lekin oz sondagi yurt boylariga bu gap ancha xo'sh yoqmadi. Bu yurtda maxsus kala to'poq savdosi qiladigan cho'ng bir boy kishi bo'lib, nafiqa yig'ish növbəti onunğa kelgəndə, Türklər ittifaqının bu təklifini chiroyliqcha rədd qildi. Bu gap Paşaxanın qulqiga yetib bardı. Paşaxan kulib ketib, yigitiga bir çarını ügətdi. Bir kechisi shu rayondagi tashkilot a'zolari harakatga kelib, u boyning boqmichilik maydoniga berib, toza samirgan to'poqdan 30 ni o'g'irlab, qumliqning o'tirsiga yetilib akilib, 4-5 yerga gulxon soldi. Gulxon rosa kuyib qum cho'qqa to'lganda yigitlar har bir gulxonning o'rnidagi qiziq qumga har qapoqdek kavadan 5-10 ni ko'mdi. Kava qo'qas o'tning taptida bir damda kavob bo'lib pishib ketdi. Yigitlar cho'g'da qiziq kavani qo'qasning orasidan ilib, shu peti to'poqning mungiziga sanchib elivetmay qo'yib qo'ydi. Birdan lekin to'poqning po'latdek mungizlari qiziq kavaning taptida yumshashqa boshladi. Yigitlar hech kuchmayla to'poqning mungizining uchini oldiga bo'lgan bo'lsa, uni keyniga qayirdi. Yonga qaragan bo'lsa, oldiga qayirdi. Shunda qilib to'poqlarning aslidagi mungizning shakli butunlay o'zgarib ketdi. Yigitlar atisi atdigandala bu to'poqlarni xotirjam yetilib shu boy turishli bozorga apardi. Bichara boy qo'l ostidagilarni keyniga silib, to'poqlarni izlab bozorga borganda, bu to'poqlarni ko'rib, "Tova xudoyim, bu to'poqlarning hamma yeri mening to'poqlarim quyib qo'ygandek o'xshaydi ekan. Faqat mungizga o'xshamaydi ekan-ku" deb hayron qoldi. To'poqlarning mungiziga qarab asli o'zining to'piqi ekanligidan gumon qila olmadi. Yigitlar boyni yiniga chaqirib, to'poqlarning hammini ololsa arzon berdiganligini aytib, 30 dona to'poqni naq maydonda boyga setib berdi. Boy bo'lsa, o'g'ri olgan 30 to'poqning o'rniga bu arzon 30 to'poqni oldim. Xudoyimga qilg'inim bor ekan deb qayg'usini xushalliqqa aylantirib uyiga qaytdi. Shir Muhammadning oilasidagi 3 jonning turmushimi bu orqali vaqtliq kapolatga ega qilindi. Bir kuni namoz bomdodga yaqin Paşaxon inik onasi Maryam xonimning xonliq tojini o'zining beshiga kiygizib qo'yganligini tushib uyg'onib ketdi. Bu kun dal Paşaxonning tug'ilgan kuniga, ya'ni uning 20 yoshga to'shgan kuniga to'g'ri kelgachga, u doimqidan burunroq turib, jaynamozda uzun o'ltirdi. Inik onasi va o'zining ota-onasining ruhiga uzun duo qildi. Namoz bomdodni o'qib bo'lib masjiddan yenishida ukisi Tillaxonni ilib shaharga yaqin joydagi cho'ng qabristonlikqa qarab mangdi. Ular mozorliqqa yetib borganda quyosh amdi beshini ko'targan edi. U o'ziga tunishliq bo'lgan mo'misning qabrisiga berib uzun qiroat qildi. Ular fursat kutib mozorliqdan kishilarning oyog'i uzilganda qabriga ko'milgan heliqi komzakni izlashga boshladi. Ular hayal o'tmay komzakni sog'-salomat qo'lab ilib shahar tarafga oldirab mangdi. Ular zavod kutubxonasiga kirgandan keyin eshikni mahkam taqab Fuksi Tillaxon bilan ko'zning ichidagi narsalarni ilishga boshladi. Kona yağlıqning ichi ko'zni qamashtirib turadigan dona almaslar bilan to'lgan bo'lib, ularning orasidagi kaptar tuxumidek cho'nliqdagi yeshil almas qo'yilgan xon toji mana men deb ko'rinib turadi. Tillaxon valildab chaqnab turgan almaslarni qo'liga ilib silab ko'rdi. U umrida bundaq soni jiq ham cho'ng almaslarni ko'rib baxmagan edi. U oltindan yasalgan shaxliq tojni qo'liga ilib, ko'z oldidagi bu boyliqlarga qarab hayron qolgandan jiddiylashib ketdi. "Aka, bu nim karamet emdi?" dedi Tillaxon qo'ldagi tojni akasiga ko'rsatib turib. "Emdi hammani sang deydigan vaqt keldi, ukam", dedi Paşaxon eg'ir bir uftinib. "Bu tojni ota-ona menga qoldiribdi ekan. Sana emdi bilganlarin deb beray, quloq silib anglag'in." Paşaxon shunday qilib o'zining shaxsiy tarjimaholini, onasidan anglagan ishlarni ukasi Tillaxonga tafsili bayon qilishga boshladi. Tillaxon akasining aytganlarini oxirigacha anglab, eg'ir sukut ichida birdam o'tirgandan keyin akasining qo'lini ching tutib turib aytdi. "Aka, sening oddiy odam emasligingni bilatdim. Biz sendan faxrlanamiz, aka. Sen uchun o'lib ketsam men rozi." Endi bundan keyin Tillaxon gapining oxirini yutib shuk bo'lib qoldi. "Ha, nima bundan keyin?" deb kulimsirdi Paşaxon.
Bundan keyin men seni nim deb chaqirman aka. Sen asli bu elning qonunliq podshohi ekansan. Men bilmay sana ufqi bo'lyaptiman, dedi Tillaxon yerga qarab xijil bo'lgan holda. Şumu gapmi? Sen mening Alloh yo'lidagi Qur'on tutishgan jigirim fuqamsan. Bilib qo'yg'in, tajdan kessam kechimanki, sendin kechmayman, dedi Podshohning ufqisiga tasalli berib. Tillaxon akasining so'zidan ta'sirlanib, ko'ziga mo'llita yosh ilib, Podshohning qo'lini ching siqdi. Akşamı el yatqıda özünün yatqıda yalğız qalğan Podshohxon yağlıqdaki tomarni qo'liga elib, yenidagi qalamtarash bilan him tikilgan eg'izni so'kishga boshladi. Tomarning ichidan xrom bilan qoplangan ikki parcha qog'oz chiqdi. Uning biri Podshohxonni biqib cho'ng qilgan Maryam xonim tarafidan qoldirilgan, turkman tilida yozilgan Yovuzbek bilan Kunchechakning o'lib ketishining sababi, ularning tog'dagi maxfiy panolangan joyining o'rni qatorliqlar bor bo'lgan putukcha edi. Yana bir parchasi nihoyatda ko'na bir xil samon qog'ozga yozilgan xaritadek bir nima bo'lib, ostida arab yoziqiga o'xshaydigan yoziq bilan tushuntirish berilgan edi. Podshohxon turkmancha putukdan ota-onasiga ziyonkashlik qilguvchi xoinlarning kimligini bilib oldi. Yana bir xil yoziqdagi putukning ichidagining nima mazmun ekanligini bilolmay, boshqalardan so'rab bilmoqchi bo'ldi. U bu kechini nihoyat tasda yo'ritdi. Adisi u Tumardagi pütülgini bo'yicha Shokirxon hoji degan munofiqni izlab uning uyiga bordi. Shokirxon hoji baldurlar o'lib ketgan bo'lib, oq inakning bolasi chala inak bo'lganidek, yiliqi yorliqda bo'yni qatlashib tunjiqib o'lgan soqchi idorasining siyosiy komissari Bahri Badi dal mushu Shokirxon hojining cho'ng o'g'li bo'lib chiqdi. Badi degan laqam Shokirxon hojining hayosiz xotinining yosh chig'idagi laqami bo'lib, kishilar bu Bahri degan munofiqni zangliq qilib mushundoq deb otib olishgan edi. Öz vaqtida turma so'roqxonasida zanjiriga bog'langan Yovuzbek tarafidan bo'yin tumuri uzilib o'lgan harbiy generalning yanchug'ida yiliq e'tiborli yashil olmos bor edi. Boshqa munosabatli harbiy amaldorlar uning yanchug'ini aqtirish jarayonida bu olmosga ko'zi tushib qilib surishda qilish orqali bu ishning Shokirxon hoji bilan aloqasi borligini bilib qoladi. Shuning bilan bu ochko'z ruslar bu yashil olmosning yana bir jo'ptini tepish uchun Shokirxon hojini qattiq so'roqqa tortidi. Amaliyotda Shokirxon hoji Kunchechak malikining nadligini bilmagachga, oxirgi so'roq jarayonida Yovuzbekka o'xshash qiziq tumirga besilib qiyin qistoqdan o'lib ketadi. Shuning bilan ruslar Shokirxon hojining o'limini o'z vaqtidagi atalmish vatan xoinlari bo'lgan turkmanlarga do'ngab qo'yib ishni tugitadi. Podshohxon bu munofiq hojining o'lib ketganini anglab lassida bo'lib qaytdi. Haftadan keyin Yovuzbekni setayotgan hiliqi zargarning xabari yetib keldi. Tillaxonning deyishicha, u zargar 20 yilning oldida bir xil yomon kasal bilan o'lib ketgan ekan. O'z vaqtida Ismoil Satangning bazmaxonasidagi raqqos qiz Enik anning plani bo'yicha zargarning uyida bir oqshom qo'nib chiqqandan keyin uzunga qolmay zargarning yomon yeriga bir xil yoqimliq so'gal tarab ketgan edi. Bu xil so'gal borgan sari avjilib, zargar oxiri kichik tarat qila olmaydigan darajaga berib, suydik teniga tarab ketishdan o'lib ketgan edi. Podshohxon bir kuni Fuqsi Tillaxonni yeniga chaqirib, toj bilan olmos silingan ko'zni uningga sundi. Bularni ikkimiz bildigan bir yerga yushirayli, dedi Podshohxon qo'ldagi ko'zni ufqisiga tanglab qat'iylik bilan. Men safarga mangdigandek turman ufqam. Uyning ishiga sanga qoldi. Navoda men vaqtida qaytib kelolmasam, ishlarni sen davomlashtirishing kerak. Ig'izingni ushitma aka. Ulug' Alloh sanga u kunni ko'rsatmaydi, dedi Tillaxon akasining qo'ldagi ko'mzakni ilishni rad qilib. Sen endi nega boray deysan? Sana qaysi kuni tumarning ichidagi bir parcha xaritining nima ekanligini deb berolmagan edim, dedi Podshohxon ufqisiga tikilib qarab turib. U Chag'atay tilida bitilgan xarita ekan. Uningda Chin degan davlatdagi bir joyga dunyoning ajoyib mo'jizalari bitilgan Olam va odam degan bir qo'lyozmaning yoshirilganligini, bu kitobchining dunyoda faqat birla ekanligini aytibdi. Necha kundan beri tushimga onam to'la kirib oldi. Onam tushimda davomli bir qalin kitobni menga sunib turdi. Onamning ruhi qo'rinib qolmasin. Men shunga u yerga berib, u qo'l yozmini izlab boqay degan edim. Sizningcha qandoq? Onamiz tushingda u kitobni sana tanlagan bo'lsa, borg'in aka. Balkim bu tushingda bir sir bordi. Xaritada qo'l yozmaning qayerligini aniq debdimi? Shundoq. Qo'l yozmaning o'rni aniq ekan.
Lekin u Çin Maçin degan yurt hozirgi Jungoning g'arbiga to'g'ri keladigan. Chegaradan chiqmasam bo'lmog'idek. Qachon kelishimni bilmayman. Shunga bularni sen bildigan bir yerga yushirayli degan. Xotirjam bo'l aka. Ulug' Alloh sen bilan birga. Sen chuqum salomat qaytib kelasan. Bo'pti, bularni bir yerga yushirib qo'yayli. Chegaradan chiqish rasmiyatlaring qandoq bo'ldi? Shunday qilib bu qitimliq roman o'qishimiz musharrikchi bo'lsin. Davomini kelay qitim o'qiymiz. Xayr xo'sh.